Goji dorivor o'simlik haqida eshitganmisiz? Uning noyob xususiyatlari haqida bilmoqchimisiz? Unda diqqat qiling. Ushbu o'simlik mevasi bir nechta noyob tarkibdan tashkil topgan. Jumladan 4 xildagi polisxaridlar, 6 xildagi monosxaridlar, 6 xildagi karotinoidlar, beta-karotin, vitaminlar B, E, C, B1, B2, B6 va biologik faol moddalar, 18 xildagi aminokislotalar, 21 xildagi minerallar, kaliy, natriy, kalsiy, magniy, sink, temir, fosfor va germaniy. Tarkibida germaniy elementi bor yagona dorivor o'simlik hisoblanadi. Ayrim o'simliklar tarkibidagi antioksidantlar miqdori Amerika olimlari tomonidan o'rganilib chiqilib tuzilgan Oreys shkalasiga ko'ra, bananda 200 birlikda, baqlajonda 390 birlikda, makkajo'xorida 400 birlikda, piyozda 450 birlikda, kivida 602 birlikda, alvalida 670 birlikda, qalampirda 710 birlikda, uzumda 759 birlikda, apelsinda 750 birlikda, lavlagida 840 birlikda, qulupnayda 1540 birlikda, smorodinada 2036 birlikda, anorda 3307 birlikda, goji mevasida 25300 birlikda. Goji o'simligida C vitamini apelsindagiga nisbatan 500 barobar ko'p bo'lsa, temir moddasi ismaloqdagidan 15 marotaba ko'p ekani, shuningdek inson organizmi uchun kerak bo'lgan, ammo o'zi ishlab chiqara olmaydigan B1, B2, B6 va E vitaminlariga boy ekanligi fanda isbotlangan fakt. Goji o'simligi o'zining shifobaxsh xususiyatlari bilan saraton kushandasi, depressiyaga qarshi meva, umrni uzaytiruvchi meva, miyani tetiklashtiruvchi birinchi vosita, baxt mevasi kabi nomlar olgan. Goji o'simligi o'zining boy tarkibi tufayli quyidagi shifobaxsh xususiyatlarga ega. Saraton hujayralari rivojlanishining oldini olishda, jigarni yog'lardan tozalashda, buyrak va o't pufakdagi toshlarni maydalab tushirishda, qon bosimini me'yorlashtirishda, modda almashinuvini yaxshilashda, immunitetni oshirishda, burun va tomoq shamolashida adenoidlarni yo'qotishda, kamqonlikda gemoglobinni ko'paytirishda, suyaklarni kalsiy bilan ta'minlashda, tish va bo'g'imlarni mustahkamlashda, ko'rish qobiliyatini yaxshilashda, quvvatni tez tiklashda, qonda qand miqdorini kamaytirishda, yurak faoliyatini oshirish va undagi kasalliklarning oldini olishda, eng kerak bo'lgan gormon melatonin miqdorini oshirishda, Alsgeymerga qarshi kurashish va xotirani yaxshilashda, oldini olishda, uyquni yaxshilashda, ortiqcha vazn va yog'larni kamaytirishda, qandli diabetda insulin ishlab chiqarishda yordam beradi. Goji mevasi qondagi toksinlarni tozalab, qonni suyultiruvchi moddalarga boy. Goji o'simligi plantatsiyasi tashkil etishning yutuqli tomonlari haqida. Goji o'simligi yer tanlamaydi. Unumdorligi past yerlarda bemalol o'sib rivojlanadi. Goji o'simligi yosh nihollari 2-yildan nishona bera boshlaydi. Hosilga qisqa vaqtda kiradi. Goji o'simligi ko'p yillik butasimon daraxt bo'lib, o'rtacha 50 yil yuqori hosil beradi. Goji o'simligi yurtimizning barcha viloyatlariga yaxshi moslasha oladi. Aprel-may oylaridan boshlab gullab, iyun-oktyabr oylari davomida hosili terib olinadi. Goji o'simligi quroqchilikka o'ta chidamli bo'lib, 2 yoshlikdan keyin ko'p suv talab etmaydi. Goji o'simligi sovuqqa o'ta chidamli, -35 gradusdan yuqori, shu bilan birga issiqqa o'ta chidamli, +50 gradusdan va undan yuqori. Ortiqcha texnik tadbirlar talab etmaydi, ayniqsa qishdan chiqishi uchun xavotir olinib ko'milmaydi. Ushbu noyob dorivor o'simlikning ko'chatlarini qo'lga kiritmoqchimisiz? U holda shoshiling. Buyurtmalar cheklangan miqdorda qabul qilinadi. Takrorlayman ismini, go'yoki hammasi tushga o'xshab ketar. Bu tushni ongimda ko'rganday men bo'ldim. Yurgan izlaringni men topa olmadim.